Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli hamyurtlar, mana men pista bog'daman. Mana shu pista bog'imizni boshlaganimizga 21-yil kuzda boshlaganmiz. O'zi bu urug'dan chiqqan ko'chatlar, pistani urug'i 21-yil bahorda qadalgan. Mana hozirga kelib bular juda yaxshi joylanib, rivojlanib, yaxshi o'g'itlandi. Mana Allohga hamd shu darajaga yetganiga. Mana bu pista daraxtini ko'rsatmoqchiman sizlarga. Shu pista daraxti daraxt bo'lib shakllanib qoldi ko'chatida yaqinda. Oxirgi mana bahorda mana shu yerda kesilgan, mana bahorda kesilgan. Mana shu yerdan kesganmiz. Keyin mana qarangda, o'sganini qarangda. Juda ajoyib o'sgan. Mana 8 qarich chiqdi. 1.60, 1.70 shunaqa atrofida uzunligi. Bu mart, aprel, may, iyun 4 oyda o'sgan narsa. Endi biz buni ham tomchilatib sug'orish qilib ostidan bunday qilib mana tomchilatib sug'orish qilganmiz. Tomchilatib sug'orish qilamiz. Sug'oramiz. Tomchilatib sug'orish orqali tomirdan MPK 16 Rossiya, keyin yana Ural MPK Rossiyani 15 Bio Plus degandan soldik. O'g'itlaymiz, doim muntazam o'g'itladik. Boshida erta bahorda Machavini, keyin sulfat ammoniy, keyin undan keyin MPKlar soldik. Muntazam o'g'itladik. Undan keyin bargdan oziqlantirdik. Phytactiv Vita, Phytactiv Plant, Phytactiv Extra, keyin Albit shularni, keyin Gummatera qo'shdik bargdan. Gummatera. Endi mana bu o'sishni qarang, nihoyatda ajoyib o'sishdi. Barglarda umuman tanada kasallik yo'q. Endi hozir buni kesmoqchimiz. Mana shu butun bir qatlam bo'lsa, 3ga bo'lib turib, 3dan bir qismini tepadan olib tashlamoqchimiz. Mana shunaqa yaxshi o'sishni kuzatdik biz. Mana shu o'g'itlasa agar pista shunaqa yaxshi rivojlanar ekan. Endi asosan bakdan oziqlantirish tavsiya qilmoqchiman sizlarga. Bakdan oziqlantirish juda zo'r ta'sir qilar ekan. Traktorda sepdik. Mana shunaqa natijaga erishdik. Allohga hamd. E'tiborlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.